4. bölüm Roza. Rozaning sirlari, roza tutishdagi muhim ishlar va aloqador masalalar. Bilginki, rozada boshqa ibodatlarda bo'lmagan bir xususiyat bordir. U bo'lsa-mu Alloh azza va jallaning rozani o'ziga maxsus qilishidir. Haq taolo hadis quddisida. Roza faqat men uchundir. Uning ajrini men beraman degan. Sharaf uchun Allohning bu lafzi yetarlikdir. Xuddi Alloh taolaning uyimni pok tutqin degan oyati karimida Baytullohni o'ziga xoslashtirib sharaflantirganidek. Roza boshqa amallardan ikki sababdan afzaldir. Birinchi, roza yushurun va maxfiy amaldir. Rozani birov ko'rmaydi va riyo aralashmaydi. Ikkinchi, roza Allohning dushmanini qaqishtiradi. Chunki dushmanning quroli shahvatlardir. Yeb ichish shahvatni kuchaytiradi. Shahvat zimini munbat bo'ladigan shaytonlar kelib yaylab turadi. Shahvatni tashlash bilan shayotinning sohasi taraydi. Rozaning fazilati haqida nihoyat nurg'un va mashhur rivoyat axborlar bordir. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024 yılı 1. nəşri 1. qatim basilishi İstanbul. Nəşr huquqi Sajiya İslam tədqiqat mərkəziga təvə. Hər qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.